Meni Hinddan nimam kam dedimda, mana shunaqa shestronkani olib turib, yasab olishga qaror qildik. Bu sinib qolgan ekan, nimaniki ekanligini bilmayman, to'g'risini aytsam. Buni ulab berish kerak ekan. Bo'pti, baratam dedim. Xullas, pokistonliklarning stilida buni ulimiz. Stanokka qo'yib turib, to'g'rilaymiz sekingina. Bolg'aga e'tibor bermaymiz. Bolg'ani topib olganman. Zubiladanmi, bir balodanmi yasashgan. Xullas, buni to'g'rilab olib, stanokka qo'yib turib, mana stanokni narmanday aylanganidan keyin buni kichkina svirlo bilan, keyin ketidan katta svirlo bilan teshib olamiz. Teshib olgandan keyin ichini rastochka qilib turib, ichiga rezvasini ochib olamiz. Bu rezvovoy soedinение bo'lyapti. Soedinение degani ulanish degani. Rezvovoy ulanish. Rezvoni nimasini bilmayman lekin o'zbekchasi. Xullas, mana shunaqa materialim bor ekan. Bu shilitsani materiali, qattiqroq, normalniy material. Ertaga uyaltirib qo'ymaydigan material. Hali bo'lar bo'lmas materialdan yasab olsangiz, keyin ertaga gap tegib qolishi mumkin. Xullas, rezvasini ochdik. Mana buni ham rezvasini, buni ham ochdik. Keyin buni qizdirib turib buraymiz endi. Chunki buralgandan keyin bu qotib qolishi kerak joyida. Yechilib ketmaydigan bo'lib turib, mana gazoyni olib turib, gazoy bilan burab oldim. Sentrovkaga qo'yib turib, ustini ham tatib oldik. Mana chistotani ko'ryapsiz. Keyin Mahmud akamga berdik. Mahmud akam buni shilitsasini ochyapti. Shilitsasi ham zo'r chiqdi. Chiki-piki deganligi bo'lib, xullas, xudo xolasa ishlab beradi. Pokistonliklarga o'xshagan bo'lsa bitta like, bu o'xshamagan bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar.